Samarqand viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorati inspeksiyasi tomonidan aholini toza va sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlash, suv resurslaridan oqilona foydalanish hamda noqonuniy ulanishlarning oldini olish borasida tizimli nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad har bir xonadonga yetib borayotgan ichimlik suvining sifati va xavfsizligini ta'minlash, shuningdek mavjud infratuzilmaning samarali ishlashini yo'lga qo'yishdan iborat. Joriy yilning 3-aprel kuni Pastdarg'om tumanida ana shu maqsadda o'tkazilgan navbatdagi monitoring tadbirlari davomida tumanning Do'rmonsoy va Jag'alboyli mahallalarida joylashgan ichimlik suvi inshootlarida jiddiy kamchiliklar aniqlandi. Jumladan, Jag'alboyli mahallasidagi ichimlik suvi inshootida zararsizlantirish uskunasi mavjud emas. Shuningdek, zulfin nosoz holatda bo'lib, inshoot hududida obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmagan. Suv minorasida zanglash holatlari kuzatildi. Do'rmonsoy mahallasidagi holat esa yanada tashvishli. Bu yerda suv minorasidagi yoriqlar sabab suv sizib chiqmoqda. Inshootning texnik holati ta'mirtalab holatga kelib qolgan. Shuningdek, kuzatuv qudug'ining qopqog'i yo'qligi natijasida u chiqindilar va suv bilan to'lgan. Bu kabi holatlar shubhasiz aholiga yetkazib berilayotgan ichimlik suvining sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha Samarqand suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining Pastdarg'om tuman filialiga tegishli ko'rsatmalar berildi. Joriy yilning 9-aprel kuni mazkur tashkilot tomonidan taqdim etilgan javob xatida ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari bajarilgani ma'lum qilingan. Biroq inspeksiya mutaxassislari tomonidan o'tkazilgan qayta o'rganishlar shuni ko'rsatdiki, amalda vaziyat o'zgarmagan, kamchiliklar bartaraf etilmagan, taqdim etilgan ma'lumotlar esa haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Aniqlangan holat yuzasidan inspeksiya tomonidan tegishli tartibda ko'rsatmalar kiritilgan edi. Vaholanki 9-aprel kuni Pastdarg'om suv ta'minoti tashkiloti tomonidan yuqoridagi ko'rsatib o'tilgan kamchiliklar go'yoki bartaraf etilganligi to'g'risida javob xati berildi. Mana bugun inspeksiya tomonidan qayta nazorat tadbiri o'tkazilganda yuqoridagi ko'rsatib o'tilgan kamchiliklar birontasi bajarilmaganligini ko'rib turibmiz. Demakki, Pastdarg'om suv ta'minoti tashkiloti mas'ul xodimlari tomonidan inspeksiyaga yolg'on ma'lumot berilgan. Endilikda mas'ul xodimlarning o'z ishiga sovuqqonlik bilan yondashganligi sababli mazkur hujjatlar to'planib, sud organlariga chora ko'rish yuboriladi. Xo'sh, aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlashdek muhim vazifa yuklatilgan mas'ul idoralar o'z vazifasiga befarq munosabatda bo'lsa, muammolarni bartaraf etish o'rniga qog'ozda hal qilindi deya yopishga urinsa, bunday holatga qanday baho berish mumkin? Zero har bir tomchi suv bu inson salomatligi, bugun va kelajak uchun mas'uliyat emasmi? Uni tejash, asrash va xalqqa sifatli holda yetkazish har bir mas'ul tashkilotning burchidir. Mas'uliyat esa qog'ozda emas, amalda namoyon bo'lishi kerak.